Assalomu alaykum hammaga. Mana 1 mol spressdamiz. Kechqurun bo'lsa ham taxlab chiqarib olyapmiz. Akajon, qayerdansizlar? Surxondaryoning qayerdan? Surxondaryo Sho'rchidansizlar, ha? Narx-navodan ko'nglingiz to'g'mi? Obunachilarga qiziq necha pulga oldingiz? 9,5 million oldim. Mana zakonni chiqdi. Chiroyli qilib taxlab berdim, ha? Ko'nglingizdagidek bo'ldimi? Aka, ma'qul bo'ldimi? Obunachilarga nima deymiz? Obunachilarga ikkita like deymiz. Ha, yana sizlardan ko'rib obunachilar kelaveradi, ha? Boya bitta sizdan ko'rib Nexus da yo'q, Nexusga olaman degan odam qayerdan edi? Termizdanmidi? Termizdan, mana ertaga Termizdan bittasi kelaman deyapti. Bugun 15-aprel 1.32-2.30 molga moslab taxlab berdik. Taglari pol, endi kechqurun bo'lgani uchun uncha nima yaxshi tushmagan. Mana mokri qilib berdik. Laklarni ham sepib 15lik lasetti balonlar amazon risol bo'ladi. Mana bu yerda ko'ringanmi yo'qmi? 75 mana Surxondaryoning mashinasi. Adres Samarqand Jonboyda. Kimga shunaqasi kerak bo'lsa, bemalol zakaz qilaverasizlar. 4-5 kun ichida taxlab beramiz. Chiroyli qilib mana 1 mosli, 2 mosli taxlab beraveramiz. Mana klientlar soat 8 da kelganda mana 11:30 bo'ldi, chiqarib yuboryapmiz. Kimga shunaqasi kerak bo'lsa, bemalol zakaz qilaverasizlar. Shu yerda telefon nomerlarimiz bo'ladi. Telegram, WhatsApp. Qozog'iston, Rossiyada yurgan bo'lsa ham zakaz qilsa bo'laveradi. Aka, hamma cho'tkimi? Zo'rmi? Obunachilar nima taklif qilib qolasiz? Like dumillasi, bemalol olsin. Ha, rahmat.